Hurmatli talabalar, psixologiya tarixi bo'yicha keyingi darslarimizni davom ettiramiz. Bu yerda endi 18-20 asrda psixologiyani rivojlanishini birgalikda ko'rib o'tamiz. Uni o'ziga xosliklari, avvalgilardan farqli jihatlari, rivojlanishni xususiyatlarini bu yerda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Hop, demak, birinchi bu yerda reja keltirilyapti mavzuimiz bo'yicha. Hop, 18 asr psixologiyasini umumiy tavsifi nimalar bilan ajraladi, qanaqa xususiyatga ega? Fransuz va nemis psixologiyasi rivojlanishi, assotsiativ psixologiyani yuzaga kelishi, uni tasnifini ko'rib chiqamiz, eksperimental psixologiyani shakllanishi. Mana shu rejalar asosida demak bugungi darsimizni tashkil etamiz. Hop, birinchi davrda o'sha 18 asrga oid bo'lgan psixologik turlarni o'ziga xosligini ko'rib o'tamiz. Birinchi navbatda tushuntirish uchun hech qanday ruhga muhtoj bo'lmagan tana, mexanik sistema haqidagi ta'limotlar bu yerda bo'rtib ko'rsatiladi. Ya'ni inson ruhiyati, psixologiyaga oid qarashlarni markazida bu narsani ko'rish mumkin. Ichki kuzatuv orqali o'z psixik holati haqida hamma narsani bilish mumkin bo'lgan individning ongi haqidagi ta'limotlar yuzaga keldi. Bizlar bundan avvalgi davrda bu ta'limotlarni o'sha Rene Dekartni, Augustindan boshlab ko'rishimiz mumkin. Ya'ni u aynan introspeksiya, ya'ni ichki kuzatuv, shaxsni o'zini kuzatish muhimligi haqidagi demak ma'lumotlarni bizga berib o'tganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari inson faoliyatini unga foydali narsalar tomon yo'naltiruvchi yoki zararli narsalardan qaytaruvchi ehtiroslar, affektlar haqidagi ta'limotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, nisbatan bugungi kundagi psixologik yondashuvlarga, qarashlarga, zamonaviy jihatlarga moslik kelyapti. Ya'ni insonni psixikasidagi, uni faoliyatida, hayotida kerakli va kerakli bo'lmagan narsalarga yo'naltiruvchi e, nima deymiz, ehtiroslar, emotsiyalarimiz, u davrda o'sha affektlar deb nomlangan affektlar haqidagi bir qancha fikrlarga bu yerda to'xtalishimiz mumkin bo'ladi. Bu aynan o'sha 17-18 asrlarga oid qarashlarda yaqqol o'z aksini topgan. Hop, bundan tashqari fiziologik va psixologik tomonlar o'rtasidagi munosabatlar haqidagi ta'limotlarni u aynan sinab ko'rilmagan yoki ushlab bo'lmaydigan konkret asosga ega bo'lmagan tushunchalardan endi insonni ruhiy holati uni nerv fiziologik asosi bilan chambarchas bog'liq tarzda tushuntirishga o'tilganligini bu yerda ko'rishimiz mumkin bo'ladi va o'sha 17-18 asrga oid psixologik qarashlar o'zini mana shunday burilishi bilan undan avvalgi davrlardan farq qilishini ko'rsatsak bo'ladi. Hop, 18 asrda fransuz materializmi psixologiyani fiziologik asosi bu yerda ochib beryapti. Endi asosiy bu yerda g'oyalar nimalardan iborat edi? Birinchi navbatda fransuz faylasuflari psixikani moddiy hodisa deb tushuntiradi. Ya'ni moddiy hodisa bu materializm deb nomladik, ya'ni ilohiyatdan uzilganligiga qaratilgan nazariya deymizmi, shunaqa jihatlarni anglatadi. Ularni inson ruhiyatini miya miya faoliyatining fiziologik jarayoni degan nazariyalarni ilgari suradi. Endi bunday fikrlarni ilgari surgan olimlardan e, Kondilyakni olishimiz mumkin. Etienne Bono de Kondilyak, ya'ni o'sha fransuz falsafasida o'zini o'rniga ega bo'lgan olimlardan biri hisoblanadi. U idrok va sezgini bilishning asosiy manbai deb qaraydi. Ha? Biz bugungi kunda o'z sezgi jarayonlarini dastlabkisi hisoblangan sezgi idrok xususiyatlarini bilishning eng asosiy manbai sifatida e, beri tavsiflab o'tganini bilishimiz mumkin. Bundan tashqari Julien Lametri degan o'sha fransuz falsafasida fransuz faylasuflari qatorida o'zini o'rniga ega bo'lgan olim, u inson mashina asarida ruhiy faoliyatni tananing fiziologik tuzilishiga bog'ladi. Ha? Ya'ni insonni
uni yuz tuzilishi, ko'rinishi, tashqi ko'rinishini ifodalab bo'ladigan jihatlariga insonni ruhiy faoliyatini bog'lab tushuntirishga harakat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari, Pyer Jan, Jorj Kabanis, bu ham o'sha miya fikrini qanday ishlab chiqaradi degan, o'sha davrda, undan keyingi davrlarda ham bir muncha mashhur bo'lgan asar. Bu asarida o'sha miya fikrni ishlab chiqaradi degan singari jigar o'tni ajratadi degan bir asarlarida inson ruhiyatiga oid qarashlarini, aynan biz yuqorida ta'kidlagan fiziologik nuqtai nazardan yondashuvlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, ular asosan psixologiyani fiziologik asosini yoritishga asoslangan, qaratilgan bu yerda qarashlarni ko'rish mumkin. Mana misol uchun o'sha Gabanisni miya fikrni qanday ishlab chiqaradi degan asarida uni o'sha psixologik yoki ijtimoiy jihatidan ko'ra ko'proq fiziologik jihati, u yerdagi kechadigan jarayonlarni yoritishga katta ahamiyat berganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Umuman olganda, mana shu davrda fransuz materializmiga xos bo'lgan xususiyat, ya'ni insonni ruhiyatini, miyasini, faoliyatini albatta o'sha uni fiziologik asosi bilan birgalikda qo'shib tasniflash bu yerdagi ob-havo deymizmi, o'sha muhitga xos bo'lgan bir xususiyat sifatida yaqqol namoyon bo'ladi. Bundan tashqari, Gelvetsiy, Klod Adrien Gelvetsiyni o'sha Pol Galbax bilan birgalikdagi tadqiqoti deymiz, o'rganishlari, fikrlarni umumiyligi ruhni mustaqil substansiya sifatida rad etganligi bilan belgilanadi. Ya'ni uni alohida mustaqil substansiya sifatida ajratib, uni boshqacha ko'rinishlari mavjudligiga ishora qiladi. Ruhni o'sha mustaqil substansiya sifatida rad etganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi bu qarashlar o'sha yangi davrdan keyingi, ya'ni 18-asrdagi fransuz materializmga qarashli bo'lgan g'oyalar, qarashlar psixologiyada qanday o'ziga xoslikni keltirib chiqaradi, qanday izga ega degan tushunchaga endi oydinlik kiritib o'tamiz. Birinchi navbatda ular psixikani fiziologik jihatlar bilan, fiziologik jabhalar bilan bog'lagani ilk mutafakkirlar hisoblanadi. Ya'ni bog'lagan mutaxassis olma sifatida bu yerda talqin etiladi. Ungacha bo'lgan davrlarda ham bo'lgan. Misol uchun Dekartni qarashlarida o'sha nerv fiziologik asosi bilan bo'lgan. Endi bu yerda yaxlit bog'lashlikka o'tdi undan keyingi davrda. Mantiqiy davomchisi sifatida ko'rish mumkinmi degan savolga albatta ha deb olishimiz mumkin bo'ladi. Chunki biz bu yerda keskin burilishni, uyg'onish davridan keskin burilishni his qilmaymiz va o'sha asosda bir qancha rivojlangan qarashlarni bu yerda uchratishimiz mumkin bo'ladi. Agar davrlar nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak ham bu yerda katta farq sezilmaydi. Ya'ni qisqa davr bu yerda ko'zga tashlanadi. Shu nuqtai nazardan ularni qarashlarida ham katta ajralish bo'lmaydi. Shunchaki to'laqonli fiziologik asosini, ya'ni psixologiyani fiziologik asosini yoritishga kirishganligini ko'rish mumkin. Hop, zamonaviy nevropsixologiya uchun bu yerda poydevor yaratilganini ko'rish mumkin. Endi psixologiyani yangi tarmog'i, yangicha bir ko'rinishi, yo'nalishi uchun uni aynan alohida faoliyat sifatida ko'rinishi uchun bir poydevor sifatida fransuz materializm tomonidan vakillari tomonidan berilgan qarashlarni keltirib tasdiqlab o'tishimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi bu yerda fransuz materializmni mohiyati va tanqid shundan iborat bo'ladiki, qarashlarida ruh va tanani ikkita alohida narsa sifatida emas, bitta moddiy tizim sifatida ko'radi ular. Biz undan avvalgi davrlarda ajratilgan umumiy xususiyatlari kam deb qaralgan bo'lsa, endi o'sha fransuz materializmida u butun bitta moddiy tizim sifatida ko'rganligini guvohi bo'lamiz. Keyinchalik inson xulq-atvori, fikrlash, hissiyotlari miyani o'sha mexanik faoliyat natijasi sifatida ko'rsatadi. Tabiat va odam qonuniyatlari mexanika asosida izohlangan, yana bundan tashqari. Endi bu yerda Frankl English
e, Engels tanqidi, shu 18 asr fransuz materializm odamni mashinaga aylantirgan deydi. Chunki bu davrda faqat mexanika rivojlangan edi. Shu nuqtai nazardan uni insonni ruhiyatini ham o'shanga tenglashtirish e, yoki bo'lmasa o'xshashdan qiyoslash, o'xshatish kabi narsalar bo'rtib chiqqan, yuqorilab ketgan degan mazmunda ko'rish mumkin. Endi bu yerda mutaxassis sifatida talqin qilinadigan bo'lsak, psixik hodisalarni faqat mexanik sabablar bilan izohlash ularni chegaralangan qilib qo'ydi. Ya'ni biz bilamiz, inson ruhiyati umuman chegarasiz va uni shu davrgacha tadqiqotlar o'tkazgan bo'lsak, hali to'laqonli bir e, hammasini ochiqlamagan, ya'ni oxiriga yetmagan hali inson ruhiyati borasidagi tadqiqotlar uni to'laqonli hamma jihatlarini qamrab olganini bu yerda e, uchratmaymiz. Ya'ni bu hali cheksiz va o'rganilmagan. Endi fransuz materializmida bu narsa nisbatan chegaralab qo'yilganligi keyingi davr olimlari tomonidan biroz tanqidiy munosabatga uchragan. Endi buni shunaqa bo'lsa ham psixologiya tarixida o'rni nima? Ya'ni ijobiy jihatdan o'rni empirik tahlil, tajriba, fiziologik kuzatuv asoslarini psixologiyaga olib kirganligi bilan bu yerda tavsiflanadi, izohlanishi mumkin. Natijada empirik psixologiya yuzaga keldi. O'sha Fransis Bekon, Tomas Gobbeslarni, Immanuel Kantlar tomonidan o'sha eksperimentlar tashkil etildi. Natijada o'sha tajriba, eksperimental psixologiya, assotsiatsionizm va biheviorizmni rivojlanishi bu yerda jadallashganligini ko'rish mumkin. Mana shu nuqtai nazardan bu yerda 18 mana Bekonni tajribalari, assotsiativ psixologiyani yuzaga kelishligi, materialistik idealistlarni bu davrdagi xususiyatlari alohida ajratib ko'rsatib o'tilyapti. Bundan tashqari eksperimental psixologiyani shakllanishi ham ko'rsatib o'tilgan. Va bular o'sha 19-20 asrlarga xos bo'lgan psixologiyani yangi zamonaviy fan sifatida, mustaqil fan sifatida rivojlanishini poydevor bo'lib xizmat qilgan jihatlar hisoblanadi. Bu ma'lumotlarni yanada o'sha moduldagi ma'lumotlar bilan boyitib, to'ldirib olish kerak bo'ladi va o'rganilgan bilimlarni mustahkamlash uchun albatta moduldagi topshiriqlarni bajarib o'tishingiz lozim bo'ladi. Shu orqali demak biz fan oldiga qo'ygan maqsadni amalga oshirgan bo'lamiz.